Xuddi shu darvozaga o'xshab siz ham darvozangiz pachaq bo'lib xunuk ichib ketdimi? Mahallada ajrab turibdi, qo'ni qo'shnilaringiz zamonaviy darvoza o'rnatyaptimi? Siz ham darvoza alishtirish paytingiz keldi. Darvozalarni optim yasalaydigan joyini topib qo'ygan. Eng arzon, eng sifatli yasalaydigan darvoza sexiga yetib kelgan. Men nimaga arzon deganlarga aka-uka ishlab chiqarishar ekan, bu ko'rib turgan darvozalaringni 10 tasi tayyorlari bor, bemalol razmerlarga o'rnatib berilaveradi. Undan tashqari 3x3 razmerli darvozamizni 3.800.000 so'mga dastlabki ustanovka hamma yo'q ichida qilib berishadi. Lekin hozir u darvozamizdan tugab qolgan, zakazga chiroyli qilib tayyorlab berishaveradi. Kvadrati nech puldan boshlanadi deganlarga 400.000 so'mdan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Undan tashqari darvozani 10 ta tayyori bor. Kim uyga tushib qoladigan bo'lsa, shu ko'rib turgan darvozalarni arzon narxlarda o'rnatib berishadi. Lisli darvozamiz ham hop 900.000 so'mdan kvadrat qilib beryapti. Siz obunachilaringizga 700.000 so'mdan kvadratning chiroyli holatli lisli darvozalarni ikkiligini chiroyli qilib beraman dedilar. Haqiqatda bunaqa narxda darvozalar topolmaysizlar. Pastda nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqing, Ravshanbekdan oldim sanang qilib berishadi.